Qizlar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bunaqa kasal ahvolda sizlarga istoriyaga chiqaman deb o'ylamagandim, lekin juda ham ko'pchilik ila yozibsizlar, shifo bersin, tuzalib keting Feruz opa deb. Men hech ham bunaqa kasal bo'lib yotib qolmaganman. Bilmayman, immunitetim tushib ketganmi oxirgi paytlar yoki shunaqa virusmi, ovozlarim bo'g'ilib, mana yo'tal bo'lib, qo'llarimga avo etgandek 15 kilodan tosh bog'lab qo'yganga o'xshaydi. Ishtaha yo'q. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Shunaqa yomon virus yurgan ekan. Bizani ham chetlab o'tmadi, alhamdulillah deyman shunisiga ham. Alloh sinovidan o'tib ketamiz. Oyijon, man, Osiyo, Ixtiyorkam. Hamma shunaqa kasal. Eng yomoni onam ham kasallar больницada yotibdilar, kardiologiyada bilasizlar. Ular oldiga ham bora olmayapman, chunki yo'qib qolmasin deb qo'rqyapman. Xolalarim baraka topishsin, aytganimdek yolg'iz qo'yishmayapti. Bolalarim ham Sofiyani amakim qizinikiga berib yuborganman. Tog'soyga xolasinikida, u Muhammad Sodiq ammasinikida. Osiyo kasal, Abdumanjidim o'qishda ishda. Zakiya ham kasal bo'lgani uchun, u ham o'qilayotgani uchun o'zimiz bilan uyda. Xullas shunaqa gaplar. Hamma oilamiz nima deydi, hozir tarqoq holdamiz. Inshaalloh 1-2 kunda yaxshi bo'lib qolamiz. Nima desam bo'ladi yana?